Assalomu alaykum hurmatli fraksiyadoshlar, hurmatli yig'ilishimiz ishtirokchilari. Bugun qancha tozalanmagan chiqindi suvlari ochiq zavurlarga oqizilyapti. Qanchasi lokal tozalash tarmog'i bo'lmagan korxonalar ishlayapti. Buni asoslantirish albatta shart. Birgina mana Qashqadaryo viloyatida biz bitta holatni o'rganganimizda 70 ming aholi yashayotgan hududdan 24 yil davomida biron marta hech qanaqa birlamchi qayta ishlashsiz to'g'ridan to'g'ri ochiq zavurlarga tashlangan va u yerda baliqlar boqilyapti, pastda yana aholi bolalari cho'milyapti. Bu raqamlar kerak. Aholi bilishi kerak. Amaldagi qonun bo'yicha gidrotexnik inshootlar xavfsizligi qonunchiligini buzish kim bo'lishidan qat'iy nazar mansabdor bo'ladimi, mas'ul bo'ladimi, fuqaro bo'ladimi farqi yo'q edi. O'shanga jarima bor edi. Endi sizlar mas'ul xodimlarga deb toraytiryapsizlar. Ertaga fuqaro keldi, gidrotexnik inshoot xavfsizligi qoidalarini buzdi. Qaysi bilan malakalaymiz? Huquqiy maqomi qanday? Himoya fikrida ko'rsatilgan vajlarga qanaqadir bir munosabat bildiradimi yoki bir protsessual hujjat sifatida ishga taqdim etiladi bo'ldimi? Jinoyat ishi bo'yicha o'sha himoya fikri surishtiruvchiga yoki tergovchiga o'sha ish tergovi tugagandan keyin taqdim etiladi. Hali prokuror ayblov xulosasini tasdiqlamasdan oldin. Shu o'rinda hali prokuror sanksiyasi tasdiqlamasdan turib ayblov xulosasini tergovga advokatlar beradi deb o'ylaysizmi? Hammamizga ma'lum, oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddati ko'rsatilishi shart. Lekin qonunchilikda qaysi tovarlarda ishlab chiqarish va yaroqlilik muddati ko'rsatilishi shart deb belgilangan? Bizlarda biror bir ro'yxat bormi? Ovozga qo'yaman, marhamat rozilar, munosabat bildirsangizlar.